Sun'iy nafas oldirish. Jabrlanuvchi boshining yon tomoni, ya'ni chap tomonida turib, bitta qo'lni jabrlanuvchining gardani ostiga, ikkinchi qo'lni peshonasiga qo'yib, boshini orqaga tashlab, og'iz, tomoq bo'shlig'ini qusuq mossalaridan tozalash lozim. Bunday holat tilning o'zagi havo yo'lini ochadi. Chuqur nafas olib, barmoqlar bilan bemorni burnini siqib turib, uning lablarini o'z lablaringiz bilan zich qilib yopish kerak. Taxminan 1 soniya davomida 1-1,5 litr hajmga teng havoni bemorning nafas yo'liga kiriting. Jabrlanuvchining ko'krak qafasi harakatlanishini kuzating. Agar amplituda yetarlicha bo'lmasa, kiritilayotgan havo hajmi kamlik qilayotgan yoki til orqaga ketib qolayotgan bo'ladi. Nafas chiqarib bo'lgandan keyin jabrlanuvchining boshini avvalgi holatda qoldirib, og'zini bo'shating. Keyingi chuqur nafas olishdan oldingi pauzada o'zingiz uchun odatdagidek 2 marta nafas oling. Siklni 1 daqiqada 10-12 marta qaytaring. Jabrlanuvchining pastki jag'ini ochishga urinish shunday bajariladi. Agar samara bermasa, jabrlanuvchi boshini qayta egib, uning pastki jag'ini yuqori jag'iga bosing. Dahanini ushlab turgan qo'lingiz barmoqlari bilan pastki labni yuqoriga ko'tarib, bemorning og'zini zich yoping. Chuqur nafas olib, jabrlanuvchining burnini lablaringiz bilan qamrab oling. Ko'krak qafasi harakatlanishini va qorin shishmayotganini kuzatgan holda jabrlanuvchining burniga havoni puflab kiriting. Og'iz va burun tomoq bo'shlig'ida qusuq mossalarini hosil bo'lishiga yo'l qo'ymaslik lozim. Sun'iy nafas olishni bemor mustaqil nafas olishini boshlamaguniga qadar to'xtatmaslik zarur. Shuning uchun ham nafas oldirishni 2 qutqaruvchi bir-birlarini har 2-3 daqiqada almashtirib bajarishlari zarur. Jabrlanuvchini nafas olishi to'xtab qolmaganiga har daqiqa tekshirib turing. Bo'yindagi uyqu arteriyasidagi puls urib turishi kerak.